Assalomu alaykum Avtotime obunachilari. Ko'pchilik Gentra olaymikin, Onyx olaymikin, Monza olaymikin deb bir hisob-kitob qilib turgan paytda sizlarga yaxshi bir taklifim bor. Cherry Arizo 6 Pro 25 restyling 23 ming kilometr masofani bosib o'tgan, kraskasi top-toza. Mashinamiz masla holatda turibdi, ideal holatda. 4 ta yaxshi yumshoq bo'lgan qilib qo'yilgan, minishga tayyor. Mashinamiz ancha aqlli hisoblanadi. Ancha aqlli mashina. Salon qismini ko'rsatib o'taman. Salonni ko'rishingiz mumkin. Masla bo'lib turibdi mashina. Salonlari ancha keng, yaxshi holatda. Lyuklari bor, full pozitsiyasi hisoblanadi. Mashinamiz ancha aqlli. 3 xil rejimda yuradi. Palasajirchatilari bor. Sidena abagravlari. Salon polностью laminatsiya qilingan, yaxshi kovriklar solib qo'yilgan, qirilgan, chizilgan, ko'nqillar xira qiladigan joyi yo'q. Kimga ushbu mashinamiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon nomerimizni qoldiramiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bunaqa qulay, arzon mashina o'tkazib yubormaslik uchun Instagram, Telegram, YouTube kanallarimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Mashinamiz narxiga keladigan bo'lsak, Cherry'ning narxi $15,500. Hop, Gentra yo Onyx yo Monza qadar yurgan do'stingizga tashlab qo'ying bir variant qilib. Cherry Arizo 6 Pro salonda 255 million, $21,500 atrofiga to'g'ri keladi. Salondan $6,000 ozganiga. Yili ham 25, yurgan probeglari zo'r, kraskasi toza. Yaxshi variant.